Joylagan 200 dollarlik keysimiz obzori ko'rib turibsizlar. Sredniy настройкаlar. O'rtacha 160, 140 FPS. Ba'zi paytlarda FPS pasayish kuzatiladi, sababi bu arzon kompyuter, kichkinaroq videokarta va kichkina protsessor qo'yilgan. Lekin xudo xolisa puliga arziydi. Umumiy hisobda o'rtacha 150 FPS berib turibdi. Bemalol o'ynasanglar bo'laveradi. Bundan tashqari GTA 5 da ham obzorini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, Counter Strike da obzorini ko'rdik. Endi mana GTA 5 da ham obzorini ko'ramiz. Naqlar xuddi mana shunaqa qilib pastga tushib turgan paytda foydalanib qolinglar. Mana 100 FPS o'rtacha 100-120 ba'zi o'rinlarda 80 ga ham tushyapti, lekin o'ynashga umuman aql bermaydi. Bemalol o'ynasa bo'laveradi bo'sh vaqtda. Endi to'g'ri kibersportivniy sborka emas bu, arzon sborka, lekin mana shunaqa bo'sh vaqtda vaqt o'tkazish uchun bemalol ishlasanglar bo'laveradi. Narxiga yarasha 200 dollarlik keys, mana shu keys narxi 200 dollar. Monitor, klaviatura, mishka naborlarni qilib beramiz. Xuddi mana shunaqasidan yana 100 dollar qo'shiladi. Umumiy narxi 300 dollar bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar.